qadrun ni'mati inda zavol. Ne'mat qadri u ne'mat yo'q bo'lganda bilinadi. Onani qanaqa ne'matligini, otani qanaqa ne'matligini yo'qotib qo'ygan odamlar biladi. Ishonaveringlar, tirikmi qadrla olmaymiz. Ko'p aytamiz bu gapni. O'tgandan keyin bilinadi ularni qadri. O'tgandan keyin bilinadi. Ota-onasi tiriklar, bu ikkita qanoti bor, ikkita qanoti butun bo'lgan qushlar. Qushimiz. Bittasi singanda bilinadi, bitta qanot bilan uchishga qanaqa qiyinligi. Qadrlashlik kerak. Qadrlashlik. U o'lgandan keyin ehsonlar u bilamiz endi nimaligini o'tib ketgandan keyingisi. O'zimizga qoladi pulimiz ham, o'zimizga qoladi vaqtimiz ham, bormisan degan odam ham qolmaydi. Shundaymi? Qadrlashlik kerak. Sahihaynda keltiriladi. Abi Abdurrahmon as-Salamiy aytadi, bir kishi Abu Dardoning oldiga kelib aytdiki, Abu Dardo, men amakimning qiziga uylanganman.